Najot 1977-yili Morokkoda bir dehqon oilasida tug'ilgan. Ular jami 7 bola edi. Bola vaqtlarida Najot doim dalada pada boqatdi. 2002-yili u Paris siyosiy institutini bitirgan. 2014-yildan boshlab Paris Ma'arif ministerligining ministri bo'lgan. Pada boquvchi qizdan bir davlatning Ma'arif ministerligining ministri bo'lganga qadar Najotning kurash ichida o'tgan hayotidan shuni ko'rib olamizki, faqat Ma'ariflar qiz ayollarning ijtimoiy o'rni va taqdirini o'zgartiradi. Tarbiya ko'rgan sifatli qiz ayollarla bir oilaning keng ma'nodan ilib aytganda bir qavmning kelgusini o'zgartiradi. Shuning uchun qiz ayollarning bilim olish huquqi yetarli qo'g'dashga va kapolatga erishish kerak. Beshik har qanday onaning qo'lida tavraydi. Lekin dunyo sifatli ayollarning qo'lida chin ma'nosi bilan tavraydi. Najotning hikoyasini barliq bilim safiridagi kurashchan onalarga, oji singillarga, davrdosh qiz do'stlarimga bag'ishlayman.